Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun bizda yana bir bemorimiz mana shu nevroz, qo'rquv, vahima holatlaridan tuzaldilar desak bo'ladi. Anchadan beri bu yo'nalishdagi videolar chiqarmay turuvdim. Mijozimizga ham oldindan rahmat aytib qo'yaman mana shu intervyuni berishga rozi bo'lganlari uchun. Hozir o'zlaridagi holatni batafsil aytib bersalar, har holda sizlarga qaysidir ma'noda motivatsiya yoki qandaydir dalda bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Opajon, bizni oldimizga kelgunizgacha bo'lgan holatni, kasallik boshlanishi u holatgacha, ya'ni hozir bizni holatni oldimizga kelgunizgacha nimalar qildingiz, qanday yo'llar bilan davolanishga harakat qildingiz, shularni batafsil, shoshilmasdan, tushunarli qilib aytib bersangiz, xursand bo'lamiz. Navbatga kelgunimcha endi boshida tushkunlikka tushdim, qo'rquv bo'ldi, o'lib qolaman degan xayollar bo'ldi, uyqusizlik, ishtaha yo'qlik bo'ldi, rosa ko'p qiynaldim, rosa dam sog'izdim, qo'rqoq yegizdim, yana doktorlarda yotib davolandim, baribir foydasi bo'lmadi. Shu YouTube'dan qidirib, sizni topib, shu keyin shu yerga keldim. Shu yerga kelib, mana hozir endi yaxshi, Xudoga shukr, shu yerda davo topdim. Psixoterapiya haqida nima deya olasiz? Bu haqida sizda oldin qanaqa tushuncha bor edi, hozir qanday tushuncha bor? Misol uchun, mana oldin psixoterapiya haqida ma'lumot bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Hozir ko'p bizni kuzatuvchilarda ham bu haqida ma'lumot yo'q. Ko'pchilik fizioterapiyaga adashtirishadi. Qandaydir apparat yoki qandaydir massaj yoki shunga o'xshash narsalar deb tushuniladi. Bu yerda sizni qandaydir bir apparat yoki boshqa narsaga ulamadik, to'g'rimi? Yo'q. Hech nima qilganimiz yo'q. Faqatgina suhbat bilan texnikalar asosida. Shunday davolandim. Xo'p, necha marta qatnadingiz bizga? 4 marta keldim. 4 marta keldingiz. Davomiyligi qancha bo'ldi? Mana birinchi kelganingiz qachon edi? Hozirgi holat bilan kunni bilan hisoblaganda 1 oy bo'ldimi, 2 oy bo'ldimi? 1 oy bo'lib bo'lmadi. Bo'lib bo'lmadi. Yo'q, bo'lib bo'lmadi. 1 oy yetgan yo'q. Yo'q, yetgan yo'q 1 oyga. Xudoga shukr, hozir yaxshiman. Sizda nimalar o'zgardi? Shu narsalarni o'zgargan holatlarni bir marotaba aytib chiqsangiz, ya'ni nimalardan qiynalardingiz? Hozir o'shalar yo'qolib, o'rnida nimalar paydo bo'ldi? Masalan, qo'rquv bo'lardi. O'lib qolish xayolim miyamda shu fikr edi. Ular umuman yo'qoldi. Uyqusizlik, tushkunlikka tushish, ishtahalar yo'qolish, umuman hammasi yo'qoldi-da. Men hozir yaxshiman. Xursandchilik hissi yo'q edi sizda? Yo'q, umuman hayotga qiziqish yo'q qolmagan edi umuman. O'zingiz aytib berdingiz, mana Toshkent shahridan uy oldik, lekin 1 gram xursand bo'lmadim degan narsani aytdingiz. Hozirgi holatda mana yaqinda Yangi yil bayramini nishonladik. Qanaqa o'tdi bu bayram? Yaxshi kayfiyatda, yaxshi o'tdi. Xursandchilikda sizga sig'dimi? Sig'di, yaxshi. Lekin oldin umuman qiziqishim, hech narsaga qiziqishim qolmagan edi. Sizga o'xshagan kasallar ko'p umidsizlikdan qiynaladi-da, ham kasallik, ham umidsizlik. Shularga nima maslahat bergan bo'lardingiz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holatda? Ularga shu kelishini, shu yerga shunaqa psixologlarga uchrashib, ularda davolanishini tavsiya berardim. Shu to'g'ri yo'lligiga o'zingiz amin bo'ldingizmi? Ha, o'zim amin bo'ldim. 2 yil, adashmasam 2 yil davomida siz ham shu dorilar yoki boshqa eskicha boshqa yo'llar bilan harakat qilgansiz, to'g'rimi? Bu narsadan chiqib ketishga. Dorilarni biz mutlaq inkor etmaymiz, lekin ma'lum darajada yordam bergan, lekin to'liq chiqib ketishingizga yordam bera olmagan, to'g'rimi? Yo'q, umuman dorilar qancha davolangan, rosa ko'p davolangan. 2 yil davomida, 2 yildan ham ko'p. 3 yil desam ham bo'laveradi. Davolanib yurganman, lekin yaxshi bo'lmaganman. Hozir mana Xudoga shukr yaxshiman. Rahmat. Yaxshi, hamma narsadan qutuldim, Xudoga shukr. E'tiborlaring uchun rahmat. Kimlarda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin.